Gazetemiz ve leksiyalarımızı devamlaştırmamız vatandaşlar. Endiki leksiyamız avval çisla. Çisla bugün Çislağa 2024 yıl 7. ayının 10. günü haftığı çarşamba vatandaş. Endiki mavzumunda Amerika ya to'xtatib bu ikinci betken bu. Shvetsiya NATO'nun Jungo'ga dikkat qilishini talab qildi. Amerika'nın qo'llashiga erishdi. Mavzuli xabar 7. ayının 10. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Shvetsiya 7. ayının 9. günü Seyşembe NATO'nun Jungo'ga dikkat qilishini ve bu dikkatni Amerika'nın kapolatga ega qilib qo'llashini talab qildi. Shvetsiyaning tashqi ishlar ministri Tobias Billestrom Washington'da NATO kurulganlığının 75 yılını tebriklash yuqori darajaliklar yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerika bo'lmasa NATO'ni tasavvur qilib bo'lmaydi. Amerika bo'lmasa NATO'ning ishonchi bo'lmaydi. Billestrom mundaq ko'rsatdi. Agar sen sheriklaringni o'ylab beqishiga yo'l qo'ysang, sen masala deb tunaydigan ish shu bo'ladiki, ularning masalaga qaratgan va'dasini oshkorlashing kerak. Amerika xalqining ma'lum oshkora sabablar tufayli Jungo paydo qilgan tahdiddan ansirishi, hozir Rossiyadan ansirishidan olqib ketdi. Amerika xalqi u tahdid oldiga duch kelganda masalan Rossiyadan buningdan ansiraydi. Biroq bugun Amerika xalqining Jungo'dan ansirishi Rossiyadan ansirashlardan olqib ketdi. Boshlanimdidoq Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo'ga qaratgan siyosati bir kechada o'zgarish hosil qildi dedikmi? Endi bu yerda Billestrom nima deydi? Amerika xalqiga baho berib, Jungo'ni Rossiyani bir yerga qo'yganda Jungo'ning tahdidi Rossiyaning tahdidini eshib ketdi. Shunlashqa NATO Jungo'ga diqqat qilishi kerak. Bu diqqat qilishni Amerika Qo'shma Shtatlari qo'llashi kerak. Shvetsiya bu yil 4. ayning nechinchi kuni? 4. ayning 8. kuni atrofida esimdan chiqibdi. Shvetsiya NATO'ga a'zo bo'lib kirdi vatandosh. Endi bu yerda shuni Shvetsiyaning tashqi ishlar ministri bu qatam Washingtonda yig'in qatnashganda, undan bir Amerikada bir bilim xazinasida nutq so'zlaganda shunday dedi. Xalqaro Carnegie tinchlik vaqtida nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. NATO Rossiyaga 100% kelishi kerak. To'g'ridan to'g'ri turishi kerak Rossiyaning oldida. Lekin Osiyo ham NATO ansiraydigan, bosh og'ritadigan bir taraf bo'lishi kerak. Ham Rossiya, ham Osiyo bosh og'ritadigan bir taraf bo'lishi kerak. Shundoq muomala qilinishi kerak. Osiyoda kimga? Jungo hukumatiga. Jungo davlatiga. Billestrom mundaq ko'rsatdi. Shvetsiya tashqi ishlar ministri. Shvetsiya NATO'ning Tokioda aloqa bog'lash boshqarmasi qurishini qo'llaydi. Sizlarga nima dedik? Ba'zi mutaxassislar o'tirg'i chiqilib bo'lmaydi. Bu mutaxassis degan bilan bu siyosatda tushuncha, siyosatda onqirish, siyosat bo'yicha tafakkur qilish bu odamlarda kim bo'ladi ekan? Bu boshqa gapga vatandosh. O doktor bo'lganligi uchun biladi. Bu doktor ochdi bo'lganligi uchun biladi. Unda qoida yo'q ekan bu siyosat. Siyosat tushuncha, siyosat hukumiyat, siyosat kategoriyalari va uning realligi o'rtasida bir odamning tafakkurida tafakkur qilish iqtidori u boshqa gap ekan vatandosh. Bu boshqa gap ekan. Mana hozir mushu NATO Yaponiya bilan aloqa bog'lash so'zlagan tuninki, o'sha mutaxassislarning so'zlarini sizlarga anglatmadimmi? Chunki boshdagi fikr bilan keyingi fikr ziddiyatlik bo'lib qoladi-da.
Şunlaşqa hazır bu yerda nima deyapti? Billstrom bunda ko'rsatdi. Shvetsiya NATO'ning Tokioda aloqa bog'lash boshqarmasi qurishni qo'llaydi. Shvetsiya 200 yillik betaraf turish siyosatini o'zgartirib, Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin NATOga a'zo bo'lib kirgan davlat. Bu yerda hozir NATO'ning Yaponiyada aloqa bog'lash ishxonasi qurishiga qarshi turayotgan Yevropadagi davlat nima ekan desangiz Fransiya. Bu Fransiya dunyoda hamma ishda bor davlat ekan, lekin tutamg'i chiqadigan bir siyosiy yo'q davlat ekan vatandoshlar. Hayron mana Yevropa davlati har qanday yerda bor Fransiya yetti davlat va hamma yerda. Masalan, hozir Yevropa ittifoqida Germaniyaning degani hisob mening qarashimcha hamma yerda bor, lekin bu Fransiyani tutamg'i chiqadigan bir siyosat bo'lmaydi ekan. Hozir musha Fransiya NATO'ning Yaponiya Tokioda aloqa bog'lash ishxonasi qurishi qarshi turayotgan gap. Lekin Shvetsiya nima deyapti? Men tunugun kirdim. 200 yillik betaraf turish siyosatimni amaldan qoldirdim. Chunki Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirgan bugungi kunda Shvetsiyaga tajovuz qilmaydi deb ayta olmayman. Şuna bugun ben ikkinchi bo'lib Rossiyaga hamkorlashib Osiyoda zo'ravonlik qilayotgan Jungo Kompartiyasiga NATO diqqat qilish kerak. Bunda diqqat qilishni Amerika Qo'shma Shtatlar kapolatga qilish lozim. Mana o'g'il siyosiy kallasi ishlaydigan siyasan deb mana Shvetsiya tashqi ishlar ministrligining ministrini aytimiz vatandosh. Aliroq so'zlaydigan mutaxassis doktorlar emas. Endilikda yana bir xabar. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi Harbiy ishlar komiteti 2025-yillik moliya yili davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasini ma'qullab, Tayvanda rayon xarakterli harbiy ishlar o'zgarishiga tayyorlik qilishni amaliylashtiriishni talab qildi. Mavzuli xabar 7-oyning 10-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisida Xitoyga qarshi, Xitoyga munosabatda qonun kayindan qonun. Buni esingizda saqlang vatandosh. Mundaq boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi Harbiy ishlar komiteti 7-oyning 8-kuni 2025-yillik moliya yili davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasini Kengash palatasining muhokama qilishiga topshirdi. 91 milyard 990 milyon dollarlik qonun loyiha jumladan Tayvanning bexatarligini qo'g'dashni o'z ichiga oladi. Jungoning mushurayinda aybi ko'rsatish harakatlariga qarshi turishni o'z ichiga oladi. Bu qonun loyiha bu yil 6-oyning 15-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avom palatasi ma'qullagan yillik davlat mudofaasiga huquq berish davomli mablag' solib Jungoni cheklash qonun loyihasining davomida. Demak, avval Avom palatasida ma'qullandi, undan keyin Kengash palatasiga yo'llandi. Hozir Kengash palatasi dastlab qadamda buni bekitib, Kengash palatasining umumiy yig'iniga muhokamaga qo'ydi. Tayvan to'g'risi Tayvanning ishini ichiga oladigan qonun loyiha dollarga munosabat. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avom palatasi 2025-yillik moliya yilida davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi ma'qulladi. Avom palatasi dastlabki juma. Bu qonun loyiha ko'plagan tadbirlarni o'z ichiga oladi. 5 burchaklik bino mablag' solib, ilg'or texnika sohalarini va amaliy kuchini taraqqiy qildirib, butun yer shari bo'yicha Jungoning ta'siri kuchiga qarshi turishni o'z ichiga oladi. 5 burchaklik binoga berilgan huquq, fan texnikani taraqqiy qildirish va yana boshqa taraqqiy qildirish. Musha orqali butun yer shari bo'yicha Jungoning ta'siri qayerda bo'lsa, shu ta'sirga shu yerda qarshi turish. Bu qonun loyiha o'z ichiga oladi. Ukraina endi qarang, Washingtonda
qurol yarog ishxonasi qurdi. Mesela harbiy qurol yarog tadqiq qilish va harbiy qurol yarog ishlab chiqarish va harbiy qurol yarog ishlab chiqarish bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa sanoati bilan munosabatni kuchaytirish uchun bugun Ukraina Washingtonda harbiy qurol yarog munosabatli ishxona yoki harbiy qurol yarog tadqiqot ishxonasi qurdi. NATO yig'ini ichyapti-da, bugun Ukraina u ishxona qurdi. Bugungi vaziyatimiz mana shu. So'zlagan so'zlarimizni, jumlalarimizni bir-biriga solishtirib, muhokama qiling, hurmatli vatandosh.